Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Birlashgan Arab Amirliklarining Al Ayn shahri yana bir futbol bayramining markaziga aylandi. Al Ayn International Cup 2025 o'rtoqlik turnirida O'zbekiston va Misr terma jamoalari to'qnash kelishib, tomoshabinlarga hayajonga boy o'yin taqdim etishdi. Bu bellashuv nafaqat final yo'llanmasi, balki qaysi jamoa yanada kuchli ekanini isbotlash uchun ham muhim edi. Fabio Cannavaro boshchiligidagi O'zbekiston terma jamoasi turnir davomida jismonan ham, taktik tomondan ham ancha yaxshi ko'rinishga ega edi. Misr esa har doim jismoniy kuchli, bosim o'tkazish uslubi va tajribali futbolchilari bilan tanilgan. Shu sababli o'yindan avval ko'pchilik jangovar kurash va keskin to'qnashuvlarga boy o'yin kutayotgandi. Uchrashuv ilk daqiqalardanoq tez suratda boshlandi. O'zbekiston vakillari pressing bilan boshladi. Raqibni o'z maydoniga tiqib qo'ydi. Misr esa orqadan pas bilan o'yin qurishga urinib ko'rdi. Ammo yigitlarimiz bosim ostida ularga imkon bermadi. O'yinning 4-daqiqasida jarima maydoni oldidagi to'pni qabul qilgan O'rinov ikki himoyachini aldab o'tdi va pastki burchakka aniq zarba berdi. 1-0. Stadionda joylashgan o'zbek muxlislari hayajondan o'rindiqlardan sakrab tushdi. Bu gol nafaqat hisobni ochdi, balki o'yin ruhiyatini ham o'zbekistonliklar tomoniga o'tkazdi. Gollandcha pressing, aqlli o'yin qurilishi va himoyadagi ishonchli harakatlar hammasi terma jamoamiz falsafasining o'zagi bo'lib xizmat qildi. Markazda to'p nazorati, qanotlarda tezkor reydlar va orqa chiziqda to'g'ri joylashuv Misrga deyarli imkon qoldirmadi. Taym tugashiga yaqin Oston yana sahnaga chiqdi. Qanotdan boshlangan tezkor hujumda O'rinov jarima maydoni ichida bo'sh qolgan to'pni ustomonlik bilan nazoratga oldi va darvozabonni aldab ikkinchi bor to'pni darvozaga joyladi. 2-0. Bu gol Misr terma jamoasini ruhiy jihatdan sindirdi. Terma jamoamizga esa katta ustunlik berdi. Birinchi taym oxirlanar ekan, O'zbekiston nafaqat hisobda, balki sifatli o'yin bo'yicha ham aniq ustun edi. Himoyada qat'iyat, hujumda tezlik, pressingda intizom to'liq ustunlik bilan biz tomonimizda edi. Ikkinchi taymda Fabio Cannavaro jamoaga tamomila boshqa yondashuvni qo'lladi. O'zbekiston ko'proq qarshi hujum taktikasiga o'tdi. Bu juda to'g'ri qaror edi. Chunki hisob biz tomonimizda va Misr ochiq o'ynashga majbur bo'ldi. Orqa chiziq chuqurroq joylashdi. Muhammad Salah butun taym davomida umuman o'yin topa olmadi. Husanov uni bir necha bor pressingda to'xtatdi. To'pni qabul qilishda yo'l qo'ymadi. So'nggi 20 daqiqada O'zbekistonning asosiy vazifasi 2-0 hisobini ushlab qolish bo'ldi. Jamoa buni juda aqlli bajardi. Darvozabonimiz ham bir necha bor muhim siflar bilan jamoani qo'llab-quvvatladi. So'nggi daqiqalarda Misrning bir nechta xavfli zarbalari bo'ldi. Ammo darvozabonimiz barchasiga tayyor edi. Hakam 3 marotaba hushtak chalganida hisob o'zgarmadi. O'zbekiston finalda. Endi esa navbat eng muhim pallaga 18-noyabr kuni Eronga qarshi final bahs. Fabio Cannavaro qo'l ostidagi jamoamiz jismonan tayyor, ruhiy jihatdan ko'tarinki va eng muhimi o'yin falsafasi bor. Eron esa kuchli raqib, taktik jihatdan murakkab, lekin O'zbekistonning bugungi o'yini shuni ko'rsatdiki, agar shunday intizom va bosim bilan maydonga tushilsa, g'alabaga barcha imkon bor. Endi barchamizning nigohimiz 18-noyabr kuni bo'ladigan muhim final uchrashuviga qaratilgan. O'zbekiston terma jamoasiga omad tilaymiz. O'smirlar 17 yoshlar o'rtasidagi jahon chempionatining 1-16 finalida Qatarda o'tib turgan musobaqada yurtimiz yoshlari Xorvatiya terma jamoasiga qarshi bahs olib boradi. O'yin bugun Toshkent vaqti bilan soat 20:45 da start oladi. Bu haqda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining Telegram kanalida xabar berdi. Endilikda kelgusi raqiblarimiz guruh bosqichida qanday o'yin ko'rsatganiga to'xtalsak. Xorvatiya o'smirlar jamoasi C guruhida ishtirok etdi. Birinchi turda Senegal bilan 0-0 hisobida durang qayd etdi.
Keyingi o'yinlarda esa Birlashgan Arab Amirliklarini 3-0, Kosta-Rikani 3-1 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Emiratlar darvozasiga kiritilgan 3 golni Tino Kusanovich, Gabriel Shvalets va Krisimir Radoslar urgan. Kosta-Rikaga qarshi o'yinda esa gollar muallifi yana Rados, Kusanovich va Raul Kumarlar bo'ldi. Qiziq jihati shundaki, kattalar termamizda Abduqodir Husanov bo'lsa, Xorvatiya o'smirlar 17 jamoasida asosiy xavf sola oladigan futbolchi Tina Kusanovich. U guruh bosqichidagi 3 uchrashuvning ikkitasida gol urdi. Demak, bu futbolchini qattiq nazorat qilish kerak. Biroq Xorvatiya jamoasi guruhda qandaydir favqulodda o'yin ko'rsatgani yo'q. Senegalga birorta gol ura olmadi. Kosta-Rikadan esa 1 gol o'tkazib yubordi. Shuningdek, Kosta-Rika urgan 3 goldan ikkitasini bosh bilan amalga oshirilgan. Shu bois darvozada Ibrohim Shokirovni qoldirish maqsadga muvofiq. Havodagi kurashlarda ishonchliroq o'ynaydi. Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston-Xorvatiya uchrashuvi bugun Toshkent vaqti bilan 20:45 da Ispayer stadionida bo'lib o'tadi. G'olib 1/8 finalda Italiya-Chexiya juuftligi g'olibi bilan to'qnash keladi. Biz esa hamyurtlarimizga omad tilab, jamoamizni qo'llab-quvvatlab qolamiz.